Jiyan ursin, bularni ko'pligini. Men ham hayronman. Nima bo'lyapti qishloqda o'zi? Sen aytganing gaplaring to'g'ri chiqibdi. Zombi apokalipsis boshlandi. Qochdik bu yerdan. Davay men uyimga ya. Ha, reja qilganimizdek. Aha, bo'la qol. Davay. Nima? Yo'q, jitil qani? Jiyan ursin, ulgurmadi shekilli. Yo'q, jiyan ursin. Yo'q. Hozir buzib kirishadi eshikni. Hey, zombilar men bu yerda. Oy, Rik, qoch, men bularni chalg'itaman. Yo'q, jitil yo'q. Jiyan ursin. Jitil shoshma. Yo'q, o'ldirib qo'yishdi uni. Bo'lishi mumkin emas. Jitil. Bechora jitil. Men seni uchun qasos olaman, jitil. Men albatta tirik qolaman. Qadrli tomoshabinlar, serial juda ham qiziqarli bo'ladi. Shuning uchun ham kanalga obuna bo'lib, like tugmachasini bosib qo'ying. Virus juda ham tez tarqalyapti. Zarba ostida, xo'sh, 13-qishloq ekan. Ko'rdingmi senga aytgandim Rik? Yo'q, jitil, aytmoqchisanki, shu gaplarga ishonasanmi? Nima? Hammaga solamsizlar. Mening ismim Rik va eshityapsizlarmi? Zombi apokalipsis boshlayapti ekan. Qanaqadir virus ekan. Men esa shaharliklarga umuman ishonmayman. Ular hammasi balabol senga aytsam. Sen ham ishonma ularga. Shunchaki vahima ko'tarishyapti. Eslaysanmi? Anavi nima edi, koronavirusni. Xuddi shunaqangi ozgina karantin qilishadi va bo'ldi. Xullas vahima, har doimgidek vahima. Men bunaqangi narsalarga ishonmayman. Shaharliklarga ham ishonmayman do'stlar. O'zimizni qishloqdan qo'ymasin. Bu yerda karantin bo'lmaydi. Virus bu yerga yetib kelishi umuman mumkin ham emas, tushunyapsizlarmi? Mayli, tak. Endi esa kartoshkalarni qaytib eka qolaylik. Ana jitilni ham uyimdan haydab yuborishim kerak bo'ladi shekilli, chunki yeb yubordi. Ertalabdan beri zombi apokalipsis deydi, qanaqadir viruslar haqida. Endi esa mana bu radioni topib keldi, bilmadim qayerdan va yana boshladi. Mayli, tak. Bularni hozir ekamiz. Va bo'ldi. Ajoyib, огород tayyor. Qanaqangi zombi do'stlar, ishlarimiz tiqilib yotibdi. Tak. Jitil, halim o'tiribsanmi? Nima deysan? Balki ishlaringni qilarsan, borib nima kerak ish qilib baribir zombi. Mayli, men hozir merga topshirib kelaman narsalarni. Ungacha tezroq radioingni oldi ket. Ishonish qiyin. Nimalar qilmaydi vahim odamlar bilan. Bechora jitil real nima politsiya? O'rmonda ko'rdim, qanaqadir yam-yashil edi. Zombi demoqchimisiz? Ha, zombi. Yo'q, zombi. Janob politsiya, jitil nima haqida gap ketyapti? O'rmonda zombi ko'rganmish mana bir jitil. Menga ham ertalabdan beri qo'shnim aytib yotibdi, zombi apokalipsis deb. Qanchalik jonga tegdi. Mayli, tak, janob mer. Zombilar haqida eshitdingmi? Janob mer, siz ham shu gapni boshlamang iltimos. Zombilar bo'lmaydi, bo'ladi. Sen menga ishon, uka. Zombilar keladi. Yo'q, men yaqinda qishloqdan qochaman. Qishloqdan qochasiz? Nima, bizni tashlab ketasizmi? Zombi apokalipsisda g'alati-ku. Tashlab ketishimga to'g'ri keladi, chunki men tirik qolishni istayman. Yo'q, mayli, tirik qolishni istasangiz tirik qolavering. Men esa rahmat izimotlar uchun bu yerda qolganim ma'qul, chunki ish qilishim kerak. O'zing bilasan. Mayli. Do'stlar, albatta juda ham g'alati bo'ldi. Hattoki merni o'zi ham qo'rqib qolibdimi? Sotuvchi, salom. Xo'sh, buyurtmalarim keldimi? Aks holda avvaldan pulni to'lab qo'ygandim. Yomon bo'ladi agar kelmagan bo'lsa. Keldi, mana olishim mumkin. Katta rahmat. Shoshma. Ana tepalikdagi bor-ku. Nima? Kuznetsa, ana shu yerda do'stim yashardi. Bir qarab kelgin chiqmayapti. Yo'q, o'zing borsang bo'lmaydimi? Yo'q-da. Mayli, do'konga qarab turish kerak-ku. Okey, hozir boramizda ko'ramiz. Qani nima bo'lyapti ekan? Qayoqqa g'oyib bo'libdi do'sti jitilni? Tak, огородda joyida turibdi. Qiziq, bu kuznetsaga bir ikki marta kelgandim. Yaxshigina jitil yashaydi, eshik ochiq turibdi. Nima? Qon? Tushunmadim. Devor buzilgan, bu yerda qon. Buni qaranglar, narsalar. Hoppa. Izumotma, bu yerda ham hammasi joyida bir tarafdan, lekin tushunmadim. Xo'sh, mana bu o'ylashimcha baribir ham jitilga kerak bo'lmaydi bunaqangi ahvolda. Shuning uchun ham qani ko'raylikchi, qon do'stlar bo'lishi mumkin emas yoki zombimikin? Yo'q, zombi bo'lishi mumkin emas. Shoshmanglarchi. Tak, qani? Xo'sh, qon va nima? Do'stlar, buni go'sht bo'laklarimi kimdir? Terisimi, go'sht suyaklari, buni qaranglar, hamma narsa aralashib yotdi. Nima? Bu zombi do'stlar, haqiqiy zombi. Menimcha boya jitil aytganda tushunursan, bekor ishonmabmiz. Demak, hammasi rost ekanda. Haqiqiy zombi apokalipsis boshlanyapti qishloqda. Bu yerdan tezroq ketmasak bo'lmaydi. Tezroq, davay. Ish qilib orqamdan yetib olmasa bo'lgani. Tezroq politsiyachiga aytish kerak. Tushunursan, qani janob politsiyachi? Nima? Zombi rostdan o'rmonda turibdi. Tepalikdagi kuznetsani bir qarang, hamma yo'q qon. Nima qon? Tezroq. Tushunursan, bu yerdan tezroq ketmasak bo'lmaydi do'stlar. Qishloqni tark etishga to'g'ri keladi shekilli. Tak. Nima?
zombi yeb ketibdi. Sen ham shu gapmi? Bu yolg'on gap emas. Rostdan ham zombini ko'rdim. Do'stingni mayda-mayda qilib tashlashgan, hamma yo'q qon edi. Istasang borib ko'rishing mumkin. Politsiyachi ham ketdi o'sha yerga. Yo'q, ha, tushunursan. Davay, ketdik do'stlar, ketdik tezroq. Ana o'sha ish qilib ketib qolmagan bo'lsin-da. Ketib qolmagan. Tushunursan ketibdi-ku. Yo'q, hamma tak mana buni olamiz. Mana bularni olamiz va bu yerdan tezroq ketishimiz kerak. O'zimga yangi narsa qilmoqchi edim. Hamma tak hozir esa mana bu yerdan o'tishimiz kerak va pullarni shu yerga yashirib qo'yganim ma'qul bo'ldi. Aks holda tartibsizlik boshlanib ketsa, meni o'marmoqchi bo'lishsa, cho'ntagimda pul bo'lmagani ma'qul bo'ldi. Do'stlar, endi o'ylaymanki bu yerdan ketishimiz mumkin, lekin qayoqqa ketishimiz? Qayoqqa boraman? Shuni o'ylash kerak. Mayli, qanani jitelning yoniga boraychi, balki biror bir rejasi bordir. Tak. Jitel, nima? Xo'sh, rejang bormi? Qanaqangi reja? Hali ham vahimadamsan. Xullas, gapning rosti ekan, men qishloqda zombini ko'rdim. Yo'q, ha, tepa kuznicada yashaydi-ku bir jitel. Ha, ana o'shani zombi yeb ketganga o'xshaydi. U qon bo'lib yotganda o'rmonga izlar borgan va o'sha yerda qanaqadir qoldiqlar, go'sht, suyak, juda ham qo'rqinch, dahshatli holat. Nima qilamiz endi? Shuni bilmadim, sendan so'rashga keldim. Balki yashirinarmiz. Qayoqqa? Shoshma. Xo'sh, menda ideya bor. Yonimizdagi kuznica bor-ku, ana o'rmonchiniki. Ha, ana shuni avtomati bor edi, topishimiz kerak. U kakras hozir shaharga ketgan. Davay, unda nimani kutyapmiz? Avtomatini topsak faqat otishni bilasanmi? Yo'q-da. Tushunursan, mayli. Shumi? Yo'q, unisi. Qaysi? Maraz rayoniga kirishdi. Bo'ldi. Mana bu, ha. Hozir kelyapsanmi? Kelyapman. Tak, davay, hozir ko'ramiz. Xo'sh, yopiq eshik. Endi nima qilamiz? Bilmadim, balki derazadan kirishga harakat qilarman. Davay. Hozir qani, tak, opa. Mayli kirib olim endi eshikni ochaman. Hozir bo'ldi. Kir. Yo'q, shu yerda turaman, agar zombilar kelsa aytaman. Davay. Xo'sh, endi esa avtomatni qayoqqa yashirgan bo'lishi mumkin? Aniq shunchaki sandiqlarning ichiga emas, lekin baribir ham ko'rganing ma'qul. Ha, to'g'ri aytasan. Lekin qayoqqa yashirishi mumkin? Avtomatni, xo'sh, bu yerda instrumentlar va boshqa qiziq narsa yo'q. Bu yerda esa telefon qoldirib ketibdi. Tak, mana bularni olsak bo'ladi. Avtomatni qara, magazinini topdim. Yo'q, qilichni ishlatishni bilasanmi hech bo'lmasa? Ha, mayli, keyinroq qilichni beraman. Davay. Xo'sh, bu opa, mana bu yoqdan qutuv va bu yerda yana qo'shimcha magazinlar, lekin avtomatni o'zi qayerda ekan bilmasam. Balki biror bir bloklarni tagiga yashirgandir. Buni qara, ovqat bor ekan. Olib hammasini oldim. Bloklar tagi deysanmi? Ha-da, balki verstaknimi, pechkanimi, qaysidir tagini sindirib ko'raylikchi. Davay. Bu yerda hech narsa yo'q. Qani, polka. Mana topdim. Qoyil. Opa, avtomat. Zo'r. Xo'sh, qani hozir olaman. Xo'sh, qani tak, bular menga kerak emas. Bo'ldi. Juniorson og'irgina ekan. Ha-da, nima qilamiz endi? Balki o'zing ishlatarsan, jitel. Sen axir bu ideyani berding, ushla. Yo'q, men ishlatishni bilmayman. Juniorson, men ham bilmayman-da. O'rganib olarsan. Ha, mayli, tepkisi bor, zatvor bor, biror nima qilib zombilar kelishni boshladi. Nima qilamiz endi? Ochaman hozir eshikni, ehtiyot bo'l. Tak, davay, ketinglar bu yerdan zombilar. Juniorson, bularni ko'pliginincha. Tak, yo'q, sekin. Ishlab oldimi? Yo'q, chunki qattiq urdi. Yo'q, bu yerdan tasirdi. Bo'ldi, jitel. Juniorson, bularni ko'pligini men ham hayronman. Nima bo'lyapti qishloqda o'zi? Sen aytganing gaplaring to'g'ri chiqibdi. Zombi apokalipsis boshlandi. Qochdik bu yerdan. Davay, men uyimga. Ha, reja qilganimizdek. Aha, bo'la qol. Davay, nima? Yo'q, jitel qani? Juniorson ulgurmadi shekilli. Yo'q, Juniorson, yo'q. Hozir biz kirishadi eshikni. Hey, zombilar, men bu yerda. Oy, Rik, qoch, men bularni chalg'itaman. Yo'q, jitel yo'q. Juniorson, jitel shoshma. Yo'q, o'ldirib qo'yishdi. Bo'lishi mumkin emas. Jitel, bechora jitel. Men seni uchun qasos olaman, jitel. Men albatta tirik qolaman. Xullas do'stlar, shunaqa gaplar va mana bu yerda deyarli bir haftadan beri o'tiribman. Ovqat deyarli qolmadi. Borni ham aynib qoldi. Jitellar esa o'sha yerda. Men do'stimni jasadini yeb tashlashdi. Bu zombi jitellar bu yerda mana bularni hattoki yeb ham bo'lmaydi. Hammasi aynib qoldi. Nimadir qilib bu yerdan chiqib ketmasam bo'lmaydi. Agarda ko'tarilsam, hattoki tushsam ham bular birdaniga meni qidirib kelishyapti. Ana u tarafda mashina bor. Uni o'sha yerga parkovkaga borishim mumkin, chunki bu yerda kal turibdi, naqd 2 ta va shulardan birini olishim mumkin, chunki baribir bir xil bular. Tak, bu menga kerak emas pullari. Mana bu yo'q, bilmadim. Tak, buni ham olaman. Xo'sh, yaxshi. Telefon va plastik kartasi jitelni kerak bo'lib qolishi mumkin. Yaxshi, non ham yomon bo'lmaydi. Olsak bo'ladi. Ajoyib, endi yo'lga chiqish vaqti bo'ldi. Umid qilamanki, tirik qolaman va jitel bekorga o'lmagan bo'ladi. Axir u meni qutqarmoqchi bo'ldi. Tak, qani endi qochdik, tezroq bu yerdan ketishimiz kerak. Xo'sh, zombilar ko'rinmayapti. Aylanib, Juniorson mahir aytganini birdaniga hujum qilishadi deb yana u qog'ozga yugurib kelishadi hozir. Davay, Juniorson, bularni ko'pligini bu yerda. Yo'q. Qayerdan kelyapti? Nima butun shahar, butun qishlog'imiz zombiga aylandimi yana bittasi? Bo'ldi.
Ya, Rick Samson. Nima? Jizel? Ha, Nima qilyapsan bu yerda? yashinib olganman uyimda. Yo'q, ha. Junior, oy, yo-mayo. Zombi, davay. Tishlab oldim seni. Yo'q, balki kirarsan, bu yerda menda ovqat bor. Ancha vaqt kutishimiz mumkin zombilar ketishini. Zombilar ketmaydi, Jizel. O'zimiz ketishimiz kerak, qochishimiz kerak. Yo'q, men uyda qolganim ma'qul. Hammanglar Jizel, o'zing bilasan. Ovqating yetsa qolaver. Ha, omad senga, ketyapsanmi? Ha, ketyapman. Bo'pti. Aha. Davay do'stlar, mana yana zombi Juniorson, davay. Parkovkaga o'ldirishimiz kerak, parkovkaga qochishimiz kerak. Tak, bo'ldi, boshqa yo'qmi? Yo-mayo, uni o'ldirib tashlabdi. Davay, mana senga. Yaxshi boshqa ko'rmayapman zombilarni. Tak, mana bu yerda bittasi. Juniorson ikki tarafdan qisib kelishyapti. Bu yerda davay. Bo'ldi. Boshqa yo'q. Yaxshi, qani ketdik tezroq parkovkaga. Juniorson o'tlarni fonida ko'rinmayapti umuman. Bo'ldi. Hammasi tayyor. Ha, mana mashinasi Jitelni. Endi bu yerdan ketishim mumkin bo'ladi. Nihoyat bu la'nat qishloqni tark etaman va umid qilamanki, boshqa joyda tiriklarni topishim mumkin bo'ladi. Qani tezroq. Gaz va ketdim. Tak, o'rmon tarafdan hech kim qaramaydigan joyga boraman. Birinchi navbatda 12-qishloqqa o'tish kerak.